Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana G'ovurqal'aga keldik. Bu haqida ma'lumotlarni bloger Sanjar aka ham men Metnazat Navijan mudiriyati meni 32-maktab tarixchi oliy toifali tarix fani o'qituvchisiman. Men G'ovurqal'a haqida birgalikda ma'lumot aytib o'tamiz. Assalomu alaykum kuzatuvchi podpischiklarim mening. Mana G'ovurqal'asına keldik. Amudaryada joylashgan bu qanday ma'lumotlari, qanday tarix bo'lganlarini mana akamiz Navijan akamiz tushuntirib aytib ketadi. Podpiska bosmaganlar podpiska bosib, bir like bosib qo'ying. Qo'llab-quvvatlaymiz. Mana akamiz, marhamat. G'ovurqal'a milyoddan avvalgi 4-3 asrlarda qurilgan deb aytiladi. Ayrim manbalarda 3 asrlargacha, ayrim manbalarda islom din tarqalganiga qadar bu G'ovurqal'ada hayot bo'lgan. Bu yerda nimalar rivojlangan, hunarmandchilik bo'lgan deb odamlar yashagan. Asosiy maqsad nima uchun qurilgan? Asosiy maqsad mudofaa istehkom qal'asi bo'lgan. Mana ko'rishingiz necha asrlar davomida saqlanib kelmoqda. Nima? Mana asosiy nima bu? Burchlar. Burchlar nimaga kerak? Fikrlaringizni yozing. Ham aytib o'ting. Bu yerda burchlar nimaga kerak deb aytganda, burchlar o'q otish uchun kerak. Himoya qilish maqsadida bu qurilgan. Necha asrlardan beri kelyapti. Ham qadimgi Xorazm sivilizatsiyasining bir ko'rinishlaridan biri. Qadimgi Xorazmliklar yashab bu yerda o'tgan. Hozirgi mana G'ovurqal'amiz joylashgan joyi qayerda joylashgan? Mana kuzatuvchi qiziq hammasi so'raydi. Qayerga joylashgan deb shuni tushuntirib aytib ketsangiz. Mana bu yerda Qaratog' aholi punkti joylashgan. Bu yerda shu yerda yana bu yerda Qaratog' aholisi yashaydi. Yanında G'ovurqal'a joylashgan. Qaratog' aholi punktining yanida.